Umar aka, обычный arakal bilan setkali arakalning nima farqi bor? Farqi narxida-ku. Hazillashdim. Aslida farqi juda ham katta. Ko'pchilik eng katta xatoni qayerda qiladi bilasizmi? Reklamani vazifasini bilmasdan tanlaydi. Mana bu обычный arakal. Buni oynaga yopishtirganingizda oynani to'liq qoplaydi. Ichkaridan ham, tashqaridan ham ko'rinmaydi. Keyin quyoshdan ham normal himoya qiladi. Endi bunisi setkali arakal. Mana yaqindan ko'ringda, mayda teshuvlari bor. Buni oynaga yopishtirganingizda tashqaridan reklama bo'lib ko'rinadi, ichkaridan tashqarini bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Lekin bitta lekini bor. Buni yopishtirganingizdan keyin ichkari yorug' bo'lib, tashqari qorong'i bo'lganda shomdan keyin ichkaridan tashqarini ko'ra olasiz doimgida. Lekin tashqaridan ham ichkari ko'rinib qoladi. Reklamangiz yo'qolib bo'lib, ichkari ko'rinib qoladi. Mana shu joyini ko'pchilik hisobga olmaydi. O'shaning uchun farqi faqat narxida emas, vazifasida. Video foydali bo'lgan bo'lsa, обычный arakal bilan setkali arakalning farqi faqat narxida deb yurgan do'stlaringizga videoni shunday yuborib qo'ying.